Assalomu alaykum do'stlar. Bizniki YouTube kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya klass bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Поддержка qo'yinglar. Videoni ko'ramiz endi. Salomlar yaxshi. Ishlaringlar bo'lsa, do'stlar, ona nima bor-u? O iyulda chorni ish qildiradiganlar bor-u, beton quydiradiganlar. O'shalar iloji bo'lsa o yoz oyida rasa sezonda usta tovush juda qiyin bo'ladi. Hozirdan harakat qilargilar, ilojini boricha. Beton quydiradiganlar, g'ish qildiradiganlar hozirdan harakat qilargilar do'stlar. Chunki rasa iyul, avgust oylarida usta tovush juda qiyin bo'ladi. Ustalar bari zaynat bo'ladi do'stlar. Shunday. O'chirtga jozdirib qildirasizlar. Sizlar chaqirishinglarga kelmaydi ustalar. Ertaga meniki boshlash kerak desanglar, ular уже zaynat bo'ladi bari. Kelmaydi. Ilojini boricha oldindan harakat qilargilar. O'tganda menga 3 tasi chiqdi. O'tgan yili yozda boshlashim kerak edi, qolib ketdi usta yo'q deb. Yaqinda chiqdi. Qolib ketadi-da. Ash paytda ustalar, chorniy ustalar, masalan, chorniy deb qanday aytadi? Beton qo'yadigan, g'ish uradigan, shuvoq qiladigan shular zaynat bo'ladi. Bari zaynat bo'ladi do'stlar. O'shuncha oldindan harakat qilaveringlar do'stlar. Shuni aytib qo'yayin dedim. Rasa iyul, avgust oylarida menikini shuvoq qilish kerak. Meni betonimni qo'yishim kerak. G'ish uradigan, beton qo'yadigan juda tanqis bo'ladi. Addel shiktavorasiz. Ularni ham baribir o'chirt bilan qildirganinglar yaxshi deyimda. Qolib ketadi bo'lsam, do'stlar. Mana bizni ustalar mana endi bir kunda qoqib ketishdi mana. Ko'rsataymi? Ertaman soat 10 da boshlashdi. Abitga yaqin 10 da boshlashdi. Soat 4 da tugatishdi. Edi. Ko'rdinglarmi? Mana. Masherda o masherga doğru почти bir pastela qoqishi bo'ldi. Mana. Ana suytinlarni kecha qo'yib qo'ydik mana. Yarkis beradigan qilib. Tunikafonlar hozir mashinalar moda bo'ldi, jangi chiqibdir. 4 ta tunikafonchikka bordik. Bittasi ham qila olmaydi ekan. Shunday do'stlar. Bittasi qila oladi ekan, o'shalarga zakaz bergan iloji yo'q. Bularni qirqiydigan qalb yo'q ekan. Shunday do'stlar, oldindan harakat qilaveringlar. G'ish uradigan, beton uradiganlar 4 tadan 5 tadan zakaz olishib oladi. Zakaz olishib oladi. Shuning uchun oldindan harakat qilaveringlar do'stlar. Ilojini boricha o'chirtga jozdirib qo'yinglar. Meniki palonchi o'chirtda deb. Oyini, chislasini yozdirib qo'ysanglar, sizlarga yaxshi bo'ladi. Ular ham shundaylar yozmaydi. Avanis berasizlar, keyin yozishadi. Bo'lsam sizlar ozak aytib qo'ysanglar, avgust oyida desanglar, sizlarga sraz esdan chiqadi-da, bu yoqdan zakaz tushsa, shuni olishib olaveradi. Shunday do'stlar. Qolib ketmasin deyimda sizlarniki ham. Biz o'zi pol, patolog, aboy, paravoy, elektrika, travertin, kafel, travertinni ham yaxshi tozalarini qiltamiz. Travertin qildiradiganlar bo'lsa ham chiqaveringlar, bemalol.